Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, assalomu alaykum hurmatli yoshlar, kuzatayotganingiz mikrofon sizniki podkastda. Assalomu alaykum. Bugun notarial sohadagi yangiliklar mavzusida suhbatlashamiz. Bizda ekspert mutaxassis bor. Bahodir Zoirov, O'zbekiston Respublikasi Notarial palatasi Toshkent shahar hududiy boshqarmasi boshqarma boshlig'i. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat chaqirganingiz uchun. Xush ko'rdik. Bahodir aka, bilasizmi, o'zi notarial sohasi keng sohada. Ya'ni eng talabchan, eng e'tibor berish kerak, har bitta harflarni kerak bo'lsa ko'zdan qochirish kerak emas. Agar o'zingiz ham notariusga ishingiz tushgan bo'lsa, bundan deyarli 10 yil oldin borib murojaat qilganingiz bilan hozirgi murojaat qilganingizda farqni yaqqol sezasiz. Buni bevosita fuqarolarimiz o'zi amaliyot sifatida borib ko'rganda ham bilyapti. Chunki masalan turna qator navbatlar ilgarigi, masalan bitta uyni kvartira oldi sotish shartnomasida ilgari 10 tadan ortiq ma'lumotnomalar olib kelish kerak edi. O'sha suv, gaz, boshqa va hokazo va hokazo. So'nggi yillarda o'tkazilgan islohotlar shunaqa yo'lga olib bordiki, hattoki o'sha taqiq tekshirishdan tortib, o'sha suv ta'minoti, suv bo'yicha qarzdorliklar, majburiy ijroni qarzdorliklari va hokazo barcha fuqarolarni bevosita o'zi borib olib keladigan hujjatlarni birgina tizimni knopkasini bosish bilangina amalga oshib ketadigan darajada keldi. Demak, bosqichma-bosqich mana 2016-yildan beri jadallashib ketgan bo'lsa, ya'ni tizimni yaratilib, o'sha notarius avtomatlashtirilgan axborot tizimi yaratilib, rivojlantirib, mukammallashtirib, takomillashtirib ketishi bilan mana hozir endi bevosita keyingi bosqichga o'tgan yil 9-sentyabrda o'tildi. Bu alohida kun hisoblanadi bizda, chunki davlat notariatdan turib xususiy notariusga o'tgan to'g'risidagi maxsus norma ham aynan 9-sentyabr kuni 2019-yilda qabul qilingan. San bayramingiz. Yana buni qarangki, biz aynan shu narsani Milliy notariuslar kuni sifatida berish bo'yicha ham takliflar hozir Respublika notarial palatasi tomonidan ketilgan. Mana masalan oddiy aytadigan bo'lsam, shu 280-qarorda ayrim turdagi notarial harakatlarni amalga oshirish reglamentlarini 2026-yil 1-maygacha qabul qilish majburiyati belgilangandi. Masalan, ijro xatlarini yozish tartibi to'g'risida reglament yoki o'sha onlayn notarial harakatlarni amalga oshirish tartibi to'g'risida va nikoh shartnomalari haqida. Bu mana hozirgi kunda yanvar kungi holatiga kelib uchala reglament ham demak kuchga kirdi va demak muddatidan oldin amaliyotga kiritildi. Bu nima beradi? Bu nafaqat notariuslarni qanday ishlash kerakligi to'g'risida yo'nalishni belgilab beradi, balki bu bo'yicha ertaga fuqarolarimizga qulay bo'lishi, qonun buzilishini oldini olish kabi holatlarni o'z-o'zidan demak yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi bu holat. Yana bir juda katta sudlardan yuklamalarni olish bo'yicha holat nazarda tutildi. Ya'ni bugungi kunda bilamizki, sudlarda o'sha aynan bizning yuqorida ta'kidlagan turna qator navbatlarimiz hozir sudlarga ko'chgan. O'shani bir qismini olish maqsadida endilikda o'sha bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravaridan kam bo'lgan ayrim turdagi ijro xatlarini endilikda sud bevosita emas, notariuslarning o'zi yoza oladi. Bular nimadan? Bevosita notariat yordam beramiz degan shu masalada olindi. Bular qanaqa? Bular demak bevosita notarial tasdiqlangan bitimlar bo'lgan holatda, yozma yoki notarial tasdiqlangan bo'lsa-yu, demak keyinchalik majburiyat mol-mulkka qaratilishi, qarzdorning mol-mulkka qaratishi kerak bo'lgan hollarda yoki shuningdek ijara shartnomalari, kommunal to'lovlar, majburiy badallar bo'yicha kelib chiqadigan talablar bo'yicha, ya'ni mana shu 3 ta holatlar bo'yicha endilikda sudlardan olib notariuslarga berish masalasi ham ko'rsatiladi. Bu sizlarga ham qo'shimcha qanaqadir yuklama bu albatta chunki tizim katta-da. Bu albatta yuklamalarni olib berish bilan bir qatorda bu notariusning moliyaviy holatini yaxshilash uchun sabab bo'ladigan holatdan hisoblanadi. Ham sud tartibida bu jarayon bir muncha qiyinroq bo'ladi. Bu jarayonni nisbatan soddalashtirib, chunki aynan shu qarorning o'zida endilikda bevosita hozirgi kunda ijro xat yozilganda qanaqa bo'ladi? Fuqaroning qo'liga topshiriladi. Fuqaro yoki kuryer orqali fuqaroning o'zi borib majburiy ijroga berib, u keyin davom etib shu holatga keldi. Endi nima? Endi belgilab berilyaptiki, yo'q. Bevosita tizim orqali ayni bitta ma'lum bir knopkani bosgan holda fuqaroni sarson qilmasdan shu yerning o'zidanoq ma'lumot, axborotlar almashinib, u qanaqadir bitta platformami? Platforma bizda maxsus notarius avtomatlashtirilgan axborot tizimi mavjud. Adliya vazirligi demak uni ishlab chiqishgan. Ishlab chiqib ularning nimasi bazasi hisoblanadi.
Endi bu barcha respublikaning notariuslari ushbu tizimga a'zo. Buni qulaylik tarafi nimadan iborat? Adliya organlari ham, notarial palata organlari ham, masalan, mana shaharning boshlig'i bo'lib turib, hozir Toshkent shahrida 300 ga yaqin notariusni, istalgan notariusni qachon ishga kelib, qachon ishdan ketishiyu, qaysi nimaga qancha pul to'landi-yu, qaysi notarial harakatni hozir amalga oshiryaptini xonamda o'tirib tekshirib tura oladi. Yashirisha olmasak endi endi. Yo'q, u qaysi ma'noda? Bu ularning ishiga ta'sir qilish uchun, boshqa holat uchun emas. Bu ortiqcha turli korrupsiyaviy holatlar bo'lishi mumkin yoki sansolarlik, byurokratiya, intizom buzilishi kabi holatlar. Bu endilikda ortiqcha qiyinchilik tug'dirmasdan fuqarolarga ham qulay, notariuslarning o'ziga ham, masalan, ularning albatta reyd tadbirlari yoki boshqa holatlar ham saqlanib qolingan. Inson faktori bo'lgan joylarda turli boshqa xil holatlar bo'lishi mumkin. Bahodir aka, bilasizmi, baribir biz jurnalistlar savollarni xalq ichidan olamiz. Notarial hujjatlarni tushunarlilik jihati ham bugun ancha soddalashdimi? Hujjatlar ham soddalashdimi? Birligi jumlalar bor. Endi avvalambor notarius bu huquqshunos. Buncha so'zni qiyin so'zlarni qayerdan olasizlar? Huquqshunos bo'ldimi, demak, har bir Uchun alohida alifbo bor. Yo'q, yurisprudensiyaning o'zining imloviy lug'ati bor, bilasiz. Lekin bir narsa holatda aytib o'tishim kerak edi. Aynan notarius avtomatlashtirilgan axborot tizimida bugungi kunda, ilgari masalan, siz oldi-sotdi masalan shartnomasini rasmiylashtirish uchun boradigan bo'lsangiz, uchalamiz 3 ta notarius bo'lsak, uchalamiz 3 xil namunadan foydalanardik. Deylik, meni namunam boshqa, men shogirdimga berishim mumkin, meni namunam bo'yicha ket, sizniki boshqa, sizniki boshqa. Hozirgi kunda notarius avtomatlashtirilgan axborot tizimida aksariyat ko'p uchraydigan notarial harakatlarning loyihalari namuna sifatida o'zi shakllantirib beradi. Tizimimizda o'zi shakllantirib beriladi. Endilikda hozir notarial palata tomonidan va Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqildi. Yaqin kunlarda 3 xil notarial harakat bo'yicha, demak, to'liq 100% qamrab olgan holda barcha notarial harakatlar bo'yicha namunalar tizimdan o'zi avtomatik ravishda shakllantiriladigan darajagacha olib kelamiz yaqinda. Xudo xohlasa, mana shu hozirgi kunda bu to'liq hozir loyihalar ishlab taqdim etildi. Endilikda shuni amalga oshirish jarayonlari boshlanadi. Chunki bir narsani aytib o'tamanki, bizda nafaqat loyihalar, balki to'lovlar ham avtomatik tarzda tizim orqali shakllantiriladi. Ya'ni inson faktori yo'q. Sizga kvitantsiyada menimcha ilgari ko'rgan bo'lsangiz kerak, mashina sotganda qo'lingizga bundoq yozib berib, olib kelman, nima, unaqa narsa yo'q. Sizga hozir QR kodlik, demak, hamma yoqda bir xil. Hamma joyda bir xil QR kodli bo'ladi. Narxni kamaytirish mumkin, lekin ko'paytirish imkoniyati yo'q notarius. Belgilangan summadan. QR kod orqali, bitalgan ilova orqali to'lab olishingiz mumkin buni joyida. Qaysi jihatlarni kamaytirish mumkin? Yo'q, faqat pulli xizmatlarni notarius xohishiga ko'ra kamaytirish mumkin, davlat bojidan tashqari qismlarini. Loyiha uchun, masalan, fuqaroning o'zi bevosita loyihani tuzib kelgan bo'lsa, loyiha uchun pul undirmaydi. Jarayonlar bor. Jarayonlariga, o'zini nimalariga bog'liq. Masalan, notariuslar ham siz va bizga o'xshagan, mana biz o'zi notarius sifatida biz ham insonmiz. Kelib fuqaroni ijtimoiy ahvoldan kelib chiqib, deylik, pulli xizmatni sal kamaytirib berishimiz mumkin. Chunki vijdon ko'riladigan holat u har bitta fuqaro sifatida notariusda ham bo'ladi bu narsa. Shunaqa. Keyin telefoningizga SMS boradi. Siz menimcha pul to'ladingiz, undan ortiq to'lamadingizmi? To'lagan bo'lsangiz, mana bu ishonch telefonlariga telefon qiling. Demak, ogohlantiradi. Ogohlantiradi. Sizga o'sha SMS kodni notariusga aytganingizdan so'ng, notarius tizimga o'sha 4 ta raqamli kodni kiritgandan keyingina notarial harakatni o'tkazishga imkon vujudga keladi. Ungacha o'tkaza olmaydi. Ungacha o'tkaza olmay turadi. Bu o'sha yana yuqorida aytganimizdek korrupsiyani oldini olish maqsadida qilingan holatlardan bittasi. Shunda Bahodir aka, biz tizimni to'liq raqamlashtirilgan deb ayta olamizmi? Tizim yoki qaysi jihatlardadir qog'ozlar hali ham bormi? Qog'ozlar hali ham bor jihatlar mavjud. Endi bu hali integratsiya jarayonlari bilan bog'liq holatlarda. Ya'ni bu yerda hozir bevosita notariusni o'zini tizim, Adliya vazirligining huzuridagi tizim emas. Bu masalan bir nechta boshqa davlat idoralari yoki boshqa tashkilotlari integratsiya qilingan. Mana shu integratsiya jarayonlarini hali oxirigacha yetmaganligi sababli ham bor. Mana misol aytaman, mana shu 280-yuqorida ta'kidlangan qarorimiz o'zida 1-aprelgacha muhlat qo'yilganki, mana siz hozir oldi-sotdi shartnomasini amalga oshirsak, uy-joy, kvartira oldi-sotdi shartnomasini hozirgi kunda qanaqa? Hozirgi kunda
siz shartnomani amalga oshirganingizdan keyin notariusni o'zi bevosita kadastr hujjatingizni ham tayyorlab beradi. Hozir avvalgiga o'xshab olib kadastrga borib, Demak, men alohida kadastr Yo'q. hujjatimni olib bormayman. yo'q, uni bevosita notariusni o'zi kadastrga so'rovnoma yuboradi tizim orqali. U yoqdan to'lov kvitansiyasi qaytib keladi notariusga, notarius beradi. To'lovni amalga oshirgandan keyin bir varaqli QR kodli ko'chirma uni Telegram raqami orqali yoki bevosita qo'liga bergan holda hal qilish mumkin. Lekin ushbu nimani olgandan keyin, mulkdor o'zgargandan keyin kommunal idoralar bor. Masalan, maishiy chiqindilar, issiqlik energiyasi, gaz va hokazo va hokazo. Bugungi kunda hozircha masalan hali ma'lumotlar egasi o'zgarganligi haqida ma'lumotlar avtomatik tarzda hozircha bormaydi. Mana shu holat ham mazkur 280-qaror bilan o'z yechimini topgan, chunki 1-aprelgacha ular muddat qo'yilgan, ya'ni integratsiya qilib, bevosita endilikda qog'oz ko'rinishda emasda, elektron tarzda notariusdan avtomatik tarzda borilishi. Bu narsaga nazarda tutilgan. Yangiliklar bugungi mavzumiz aynan shu haqda. Ya'ni yoki yana ikkinchi masala, eng katta xalqni qiynaydigan muammolardan biri taqiq muammosi. Taqiq muammosi u ancha yil oldin, 10 yil oldin, 15 yil oldin oddiy arizaga asosan qo'yib ketilgan taqiqlar bor. Mayli, arizaga asosan qo'yilgan taqiqlar bo'yicha topshiriqlar berildi, notariusda bevosita 10 kundan muddat oshganmi, o'zi bo'lib berilgan holatda uni tizimdan chiqarish choralari ko'rildi. Ya'ni arizaga ko'ra berilgan bo'lsa. Lekin masalan sudlar tomonidan qo'yilgan, lekin muddat o'tib ketgan, o'zini dolzarbligini yo'qotgan taqiqlar bor. Ichki ishlar organlari tomonidan qo'yilgan bo'lishi mumkin. Sud idoralari, boshqa tergov organlari, bularni endi bunda ham 280 mana shu aynan aytgan qarorimizda ularga belgilab berildiki, endilikda yo'q, birinchi tizimlaringizni tekshirib olasizlar, inventarizatsiyadan o'tkazib olasizlar. Agar bu dolzarbligini yo'qotgan taqiq bo'lsa, bu haqda Adliya vazirligiga ma'lumot berasizlar va Adliya vazirligi tegishli tartibda tizimdan ushbu taqiqlarni olib olish choralarini keyin ko'radi. Bu ham xalqimizga hozir bitta juda ham bir notarius sifatida ko'pchilik notariuslar uchraydigan muammo. Buni xalq hozir eshitib turgan xalq bir boshida o'tgan bo'lsa biladi tez nima bo'ladi. Aynan shu muammo ham yechilish arafasida turibdi, xudo xohlasa. Zo'r. Notariat to'g'risida qonun 96-yil qabul qilingan bo'lsa, 97-martdan beri kuchda bo'lsa, hali hech ham demak o'zgartirish kiritib o'sha holati bo'yicha demak kelyapti. Endilikda biz buni notariat to'g'risida qonunni yangi tahrirda qabul qilish masalasi. 30 yosh bo'libdi. Dolzarbligi. Mana kuni kecha, yosh. Kecha muhokamaga qo'yildi. Bunda bir qator o'sha yuqorida aytgan qarorimizda ko'rsatilgan muhim jihatlar belgilab o'tildiki, ya'ni buni ichida aks etish kerak yangi turgan qaror. Notariusni mana oddiy bilasizlar, notarius 65 yoshgacha faoliyat yuritishi mumkin edi. Chegara 70 ga oshdi. Ya'ni endilikda 70 yoshgacha ham o'zini og'zaki suhbatga asosan agar yo'q, men 70 gacha ishlay olaman deb hisoblasa notarius, boshlang'ich nuqtasi 25 yosh. Bu notariat to'g'risida qonun bo'yicha. 70 yosh. 70 yoshgacha O'zbekiston Notarial palatasi jahonda eng tez notarial palataga a'zo bo'lgan palata hisoblanadi. To'g'ri. 1 yildan sal oshiqroq vaqt davomida bunaqa mana a'zolar orasida hali bunaqa O'zbekiston palatasichalik tez xalqaro notariuslar ittifoqiga a'zo bo'lgan boshqa tashkilot yo'q. Bunchalik juda ham tez kirganmiz va mana shu notarial palata huzuridagi yana shunaqa muhim jihatlarni aytib o'tishim kerakki, yosh bo'lishiga qaramasdan 2023-yilda Osiyo bo'yicha maxsus komissiya bor. Komissiyani rahbari ham notarial palataning raisi bo'ldi. Uni vitse-prezidenti va kotibi ham aynan notarial palata, O'zbekiston notarial palatasi vakillari bo'ldi. Ya'ni Yaponiyada davlatlar, mana qancha turli davlatlar bor, ammo taniqli ularning orasida O'zbekiston raislik qilib, demak, boshqarib turgan holatlar. Qanday alohida jihatlarimiz borki, natijalarimiz shunday? Endi alohida jihatlarimiz menimcha birinchi navbatda mana shu yuqorida aytgan prezidentimiz aynan boshida turgan notariat sohasidagi qilinayotgan islohotlar. Vazirlik, palata tomonidan, ya'ni islohotlar. Qaysi ma'noda? Tizimimiz aniq top-10da turadi jahon bo'yicha. Notarius avtomatlashtirilgan axborot tizimi. Shaxsiy fikrim, endi buni boshqalar ham e'tirof etgan. Bu juda ham katta yutuq, chunki biz ko'plab davlatlarga boramiz, ularni notariat ahvolini albatta ularda o'rganiladigan jihatlari ko'p,
lekin bizdan o'rganiladigan jihatlar ham ular uchun juda ham ko'p. Ustunlik tomonlarimiz masalan mana shundan deb e'tirof ettirishimiz mumkin. Mana qisqa davr ichida masalan hozir 200 dan ortiq notariuslarimiz chet elga yuborildi. Tajriba almashinuv. Bu nimadan? Boradi, ko'radi, o'zini kelib maqola yozadi shu bo'yicha, agar shu bo'yicha yana sohani rivojlantirish bo'yicha qanaqadir bittagina yangilik olib kelsa ham sohani rivojlanishiga o'zini hissasini qo'shmay qo'ymaydi. Bizda qaysi davlatlarning tajribasi ko'proq o'rganilgan? Aynan mana buni modeli bo'yicha ketamiz degan holat bizda yo'q. Demak, biz o'zimizni modelimiz bizda milliy o'zligimizdan kelib chiqqan holda boshqa modellarni ustuvor taraflari olinadi. Ustuvor yo'q, implementatsiya qilsa bo'ladi, bizda ham shu narsani qo'llasa bo'ladi deb bizning chunki o'zimizga xos mentalitetimiz bor. O'ziga yarasha xarakteri bor xalqimiz bor. Albatta, masalan 6 oylik muddat qo'yadigan bo'lsak, masalan meros qabul qilishda o'zbekchilik bor. Qo'shnisi hali ota-onasi o'lganiga hali 6 oy bo'lgani yo'q, yugurib boribdi notariusga degan gap so'zlar bo'lishi mumkin degan narsalar bor. O'zbekchilikdan kelib chiqib. O'shaning uchun ham bizani demak fuqarolik kodeksi qabul qilish yangi tahrirda ham qabul qilinishi kutilyapti. O'shanda shularni ham inobatga olib 1 yillik masalan muddat qo'yildi. Demoqchimanki, ya'ni birinchi navbatda O'zbekistonni xalqini manfaatidan kelib chiqadi. Yo'nalishni belgilash, qaysi yo'nalishda ketish va hokazo va hokazo. Misol uchun savolimga to'g'ri keldi. O'zimman notarial sohasini vazifasi hujjatni tasdiqlashmi yoki fuqaroni himoyalashmi deb savol bermoqchi edim, javobni berib qo'ydilar. Imzoyimiz va muhrimiz ortida bitta fuqaroni mulkiy manfaati yotadi. Men buni o'zim oddiy sudyalik kasbiga qiyoslayman, faqatgina nizosiz holatdagi sudya deb baholayman notarius holatini. Chunki birgina noto'g'ri xatoingiz bilan kimnidir mulkiy manfaatini demak izdan chiqarib yuborishingiz mumkin. Nimalarga e'tibor berish kerak o'zi Bahodir aka? Mana keldi hujjatlarni sizga taqdim qildi. Yaxshisi bor, yomoni bor, firibgari bor, to'g'risi bor, o'g'risi bor dedi-ku, sizga hujjatlarni olib keldi. Qani tekshirib ko'rasiz? Buni siz hozir tasavvur hosil qilishingiz uchun siz notarius bo'lishingiz kerak. Chunki notarius, tajribali notariuslar uni ko'rgan holatda ushbu hujjatni rentgendan o'tkazadi. Bu hujjatingizda mana bu kamchilik bor, mana bu joyingizda mana bu narsa ko'rsatilmagan, mana bu holatda mana bu nima bor. Lekin masalan to'liq 100%lik sizni kafolatlaydi degan narsa ham yo'q. Chunki merosxo'rlarni yashirish holatlari bo'lishi mumkin. Ya'ni notariusga bog'liq bo'lmagan. Hozir albatta shajara dasturi qilindi, demak ishga tushirildi. U masalan hattoki unaqa oddiyroq aytsangiz, ikkinchi ayolidan bo'lgan farzandigacha ko'rsatib beradigan dastur. Ya'ni bu juda ham bir katta. Adashmasam, Maygu tizimida ham ko'rish imkoniyati bor. Aynan shu narsani aytyapman, chunki bizda eng katta muammo meros masalasida merosxo'rlar yashirish bo'lib kelgan. Bugungi kunda endi aynan shu shajara dasturini mukammallashtirishga harakat qilinyapti. Chunki hali u ham o'zini ideal darajasiga yetgani yo'q, chunki baribir kiritilmay. Masalan, chet elga borib bo'lgan farzandlar haqida ma'lumot bo'lmasligi mumkin. Lekin ular merosxo'r hisoblanadi. Ertaga qaytib kelsa, albatta ularni ham huquqiy himoya qilinadi. Yana yangiliklarga qaytadigan bo'lsak, shunga o'xshagan bir necha turdagi yangi notarial harakatlarni ham demak notariat to'g'risidagi qonunning yangi tahririga kiritish kerakligi ham ta'kidlab o'tildi. Bir xil masalan birgalikdagi vasiyatnoma, meros shartnomasi deymizmi yoki o'sha turdosh huquqlar, meros berish masalalari kabi masalalar demak nazarda tutildiki, bular ham amalga oshirilishi kerak. Sodda bog'cha bolasiga tushuntirgandek tushuntirib beraverasiz. Bu yangiliklar hozir aytib o'tyapsiz, meros yoki o'sha vasiyat masalalari deyapsiz. Bu ishga tushsa odamlarimizga qanday qulayliklar bo'ladi? Mana oddiy fuqarolarimizda balki shu muammo bilan qiynalib yurganlari bordir orasida. Masalan, menga nima yordam bera oladi bu o'zgartirishlar? Bu o'zgarishlar har bittasi mana masalan oddiy mana shunda joydan qo'ying deydi. Ko'rsatilgan holatda aytib beray. Mana masalan nazarda tutilgan holat. Endilikda deylik notarius qo'shimcha tarzda kompozit xizmatlar ko'rsatishi mumkin. Deylik notariusga borib turib, hozir qanaqa? Aynan hozirgi tartibi qanaqa? Masalan, notariusga keldingiz, notariusda arxivdan borib ko'chirma olishingiz kerak. Hozirgi holatda notarius aytadi, "Yo'q, sizniki mana bu dublikat olib kelish kerak, yo'qotgan ekansiz. Bu hujjatingizni nusxasi to'g'ri kelmaydi. Siz arxivga borasiz, hujjat olib kelasiz." Endilikda sizga nima beradi bu? Notariusning o'zi bevosita idorada turgan holatda notarial tasdiqlangan va arxivda saqlanayotgan hujjatlarni dublikatini
reyestrdan ko'chirmalarini yoki turli nusxalarini o'tirgan holda, demak, shu yerni o'zida kompozit xizmat sifatida berish mumkin. Ya'ni siz endi borib kelmaysiz, u yoqqa borib endi pul arxiv to'lab, bo'lmasa ekanmiz. yo'q, xuddi shunaqa o'lim haqida ma'lumotnoma, tug'ilganlik haqida ma'lumotnoma, nikoh haqida ma'lumotnoma ham notariusning o'zidan turib bevosita. Diplomlarimizni ham topsak bo'lar ekanda, demak. Hozircha u masala nazarda tutilmagan, lekin hozir etapma-etap Mulkiy kelinyapti. holatlar. Ha, o'zimiz bilan bog'liq holatlar bilan bog'liq kerakli narsani, demak, bevosita o'zida, masalan, farzandlikni belgilash haqidagigacha tortib, mana nikoh, o'lim va hokazo ma'lumotnomani ham endi o'zida mana shu yerda turib olaverasiz. Hurmatli tomoshabinlar, hujjatlaringizni yo'qotib qo'ymang-ku, lekin yo'qotib qo'ysangiz ham juda tashvishlanmang. Yana bitta muhim narsa aytaman. Nima beradi? Nima beradi dedingiz? Deyarli kechagacha, ya'ni o'tgan yilda masalan, notariusda hozir muhim bitta qoida bor. Notarius oldiga pasportsiz borib bo'lmaydi degan qoidani eshitganmiz. Ha. Kecha. Hujjatingiz qani deydi. Keldingizmi? Pasport qolib ketgan bo'lsa, kerak bo'lsa borib olib kelasiz. Endilikda mazkur demak prezident qarori bilan 2026-yil 1-yanvardan boshlab pasport talab etilmaydi. Boraveraman bemalol. Borasiz, faqatgina endi o'sha barmoq Mayli, qaysi skanerlari notarius qaytaruvdi, qaysi biringiz qaytaruvdingiz, hozir men oldingizga boraman. Skanerlari yoki Face ID analog yo'llari bilan tasdiqlash orqali shaxsingizni endi bevosita notariusning o'zi aniqlayveradi. Barmog'ingizni o'zingiz bilan olsangiz bo'ldi. Endilikda yana masalan onlayn notarial harakatlar degan qulay bir eshitgan bo'lsalaringiz kerak, agar foydalanmagan bo'lsalaringiz ham o'zi juda ham qulay narsa yo'lga tushdi. Onlayn notarial harakat deydi. Ya'ni siz hozir deylik Germaniyadasiz. Oldin masalan avtomat transportingizni sotmoqchi edingiz yoki oddiy bolangizga O'zbekistonda emasman. O'zbekistonda emassiz, Germaniyadasiz. Bolangizga masalan chetga chiqishga rozilik arizasi berishingiz kerak. Menga AQSh yoqada AQShdaman deylik. Deylik AQShdasiz mana. Berishingiz kerak. Oldin nima qilardingiz? Yoki AQShni masalan deylik Ohio shtatida bo'lsangiz, konsullik Nyu-Yorkda yoki Washingtonda bo'lsa, siz Washingtonda borasiz, ikkita joyda bor. Borasiz, u yerda konsul orqali demak jo'natasiz. Agar yo'q, konsullik uzoqlik qilyapti desangiz, notariusga kirasiz, notariusdan tasdiqlatasiz, uni apostil qo'ydirasiz tegishli idoradan, jo'natasiz, tarjima qilasiz o'zbek tiliga yoki rus tiliga, keyin o'shanda ham notarius to'xta, bu haqiqiymi? Tekshiradi. Apostil 50 ta shtatdan bir 15 tachasida bor, qolganlarida yo'q. Tekshirish imkoniyati ham yo'q. Nima yechim bo'ldi? Hozir onlayn shunaqa. Hozir endi nima yechim bo'ldi? Endi xonangizda telefoningiz bo'lsa, kompyuteringiz bo'lsa, e-notarius.uz degan saytimiz bor. Aynan shuni mobil ilovasini yaratish bo'yicha ham ko'rsatib o'tildi. 2026-yilda mobil ilovasi ham yaratiladi. Hozir mobil orqali ham saytga kirish mumkin, faqat sayt ko'rinishida kirasiz. Kirasizda bitta klik orqali, bitta bosish orqali notarius bilan bevosita o'ngga qara, chapga qara deb identifikatsiyadan o'tkazib oladi. Haqiqatan sizligingizni tasdiqlab oladi. Notarius bilan aloqaga chiqasizda. Deyarli 2-3-5 minut ichida notarius bilan maxsus hal bo'lib, bitta holat bilan ketadi. Video muloqot qilinadimi unda? Video muloqot o'zini maxsus, video konferensiya siz o'ylaganingizda lekin Zoom, Telegram orqali nima qilish emas. U yozib video olinadi. muloqot emas, u saqlanadi tizimda va maxsus himoyalangan, ya'ni begonalar kira olmaydigan o'zini maxsus platforma orqali javob beradigan platforma, lekin foydalanishda juda ham oson. Bugungi kunda masalan yozib olinishi xalq uchun ham foydali. Maxsus serverlarda saqlanadi. U istalgan paytda ertaga sudda muammo bo'ladimi, boshqa tergov organlarida muammo bo'ladimi, istalgan payt chiqib taqdim eta oladi notarius. To'xta deydi, mana bu yerda bor degan. Xuddi shunday notarial harakatlarni 2017-yilgacha 20 taga oshirish belgilanyapti. Yana 20 taga, ya'ni 34 taga yetkazish. 34 bu degani deyarli notarial harakatlarni barchasini onlayn qilib bo'ladi degani. Avtomatda transport oldi sotdi shartnomasidan tortib uy-joy oldi sotdi. Yaxshi bo'lardi. Nikoh shartnoma, deylikmi, aliment to'lash haqidagi shartnomami, ijro xatlari, shartnomalarni bekor qilish, turli ayirboshlashlar, ijaralar, tekinga foydalanishga berish shartlar va hokazo deyarli barchasi endilikda onlayn ko'rinishiga, chunki bu juda ham qulay. Haqiqatda qulay. O'zbekistonda bo'lib turib ham uyingizdan turib notarius oldiga borgisiz kelmayapti. Xonangizda o'tirdingiz, demak, xonada hech kim yo'q. Identifikatsiyadan o'tdingiz.
bo'ldi. Notarial harakat. aka man siz oldingizga borishga sal erinib turgandim, shu keling Albatta. onlayn shartnomani imzolab yuboraylik, sizni ham vaqtingiz ketmasin, mani vaqtim Albatta. paytga kelib qolibmiz deb. Shunaqa holatlar Bahodir nazorat aka, qilinadi. hozir o'zingiz masalalarni bir nechasini ko'tardingiz. O'zi shu savolni tayyorlab turgandim. Notariuslarga eng ko'p qaysi shikoyatlar masalasida borishadi? Umuman nizoli amaliyotlar qaysi? Notarial amaliyot. Eng yuqorida ham aytib o'tdim, ko'pincha keyinchalik sud bilan tugallash ehtimoli yuqori notarial harakatlardan biri bu meros hisoblanadi. U ham nimadan? U ham asosan mana shu merosxo'rlarni yashirishni hisobiga. Chunki masalan bizda o'zbekchilik bor. 4 ta aka singillar bo'lsa, bittasi deylik o'sha siz yaxshi ko'rgan Amerikada bo'lib turadigan bo'lsa, u bilan aloqa bo'lmay qoladigan bo'lsa, bizda nima o'zbekchilik? Mayli uzoqda-ku deydi, biz keladi, biz 3 kishimiz. Boshqa merosxo'rimiz yo'q. degan qiladida notarial harakat demak guvohnomani olib ketdi. Sizda tekshirib ko'rish imkoniyati bor. O'shani endi shajara dasturi bor. Bunaqa holatda biz shajara dasturiga kiramizda, kechirasiz. To'xtang. Mana bu yerda 4-akangiz bor ekan. Keyin adezlarni birinchi turmushlaridan yana bor ekan desak hayron qoladi hozir. Yo'q. Hayron qoladigan holatda bo'ladi. Lekin aynan masalan hozir o'sha birinchi turmushdan bo'lsa ham mulkka da'vogar bo'la oladi. Albatta, fuqarolik kodeksining 1135-moddasi bor. Demak, vafot etgan marhumning ota-onasi, turmush o'rtog'i va farzandlari deyapti. Bu degani birinchi turmushdan, ikkinchi turmushdan degani emas. Teng hissada birinchi navbat merosxo'rlar hisoblanadi. Ular bo'lmagan taqdirda, merosdan voz kechganda va hokazo, noloq merosxo'r topilganda keyinchalik aka uka opa singil, bobo buvilari va hokazo ikkinchi navbat, uchinchi navbat va hokazo. Mana shu da'vogarlik qilayotgan merosxo'r farzandlarni ota-onasining nikoh shartnomasi bo'lishi kerak, to'g'rimi? Yo'q. Endi bizda shu majburiyat yo'q. Nikohlar bor bizda. Aynan siz aytayotgan nikoh Otalikni shartnomasi belgilash bugungi bor. kunda eng dolzarb muammolardan bittasi hisoblanadi. Mana yaqinda aynan nikoh shartnomalari bo'yicha maxsus amalga oshirish tartibi to'g'risida reglament ishlab chiqib, u kuchga kirdi. Uni onlayn notarial tartibda amalga oshirish imkoniyati ham yaratilgan va bizda hozir aholini o'rtasida odatda buni yashiradigan joyi yo'q. Bizda kimlar nikoh shartnomasi qiladi? Taxmin qilib ko'rishingiz mumkin. Xotinni notariusga olib borishni xohlamaydigan avtooldi sotuvchi maklerlar o'rtada turibdi. Shu ayolimni ovora qilib nima qilaman deydi-da, nikoh shartnoma. Shu kunga mana o'tgan yilgacha asosiy masala, asosiy qismi endi yashiradigan joyi yo'q. O'shalar tomonidan amalga oshirilib kelardi. Endi hozir biz Adliya vazirligi ham, notarial palata ham hozir aksariyat bu davlatning umumiy siyosatdan kelib chiqib, shunga qarab targ'ibot ishlarini olib boryapmizki, endilikda yo'q. Bu juda ham muhim narsa. Nikoh shartnomasini amalga oshirish bu ertaga ayniqsa ayollarimizni huquqini himoya qiladigan, ertaga ko'chaga qolib ketmasligi uchun muhim zamin yaratadigan. Yana yuqorida aytgan narsamizga kelib qaytamizda, o'zbekchilik, mentalitet. Bizda darrov turmushga chiqayotgan paytda nikoh mana shunaqa holatlar bor. Deyarli 24-yildan 25-yilgacha deyarli 2 barobarga oshdi shartnomalar tuzish. Tasavvur qilyapsizmi? Demak, xalqimiz tushunib boryapti. Bu narsa kerak, huquqiy savodxonligi ortyapti. Demak, bu narsa kerak. Biz erkaklar sifatida borib pul topib keladigan bo'lsak, xuddi shu paytda ayollarimiz uyda bolalarimizga qaraydi, sizni issiq-sovug'ingizdan qaraydi. Demak, bizda shunaqa kelib chiqqanki, yo'q, huquqda sizlar tengsizlar degan holatda. Shuning uchun ham mana shu narsalar ham notarial holatdagi notariat siyosatni belgilashda ham umumiy prezidentimizning siyosatidan kelib chiqqan holda aynan shu yo'nalishni tanlangan va shu yo'nalish bo'yicha ko'proq targ'ibot ishlari amalga oshirilgan. Nikoh shartnomasi haqida gaplashsak, o'zi nikohni qayd etuvchi hujjatni o'zi bo'lmasa-chi, masalan, har xil nikohlar bor. Shar'iy nikohlarni deyapsizmi? Bunda shar'iy nikohlar baribir otasi yuridik jihatdan hech qanday ahamiyatga ega emas. Demak, inobatga olinmaydi. Inobatga olinmaydi. Shuning uchun ham mana podkastingizda aynan shu narsani inobatga olish kerak. Bahodir aka bolasiga bola merosxo'r hisoblanadi. Bola merosxo'r hisoblanadi. Chunki aytdim-ku, boya ta'kidlab o'tdim. Farzand. Bu farzand degani tug'ilganlik guvohnomasini qo'lingizga oldingiz, otasi, onasi degan maxsus grafa bor. Otasi degan joyda siz ism familiyangiz tursa, bo'ldi, sizning farzandingiz. Shu bilan bir qatorda farzandlikka oluvchilar ham farzandlar bilan bir xil. Farzandlikka olinuvchilar ham, oluvchilar ham farqi yo'q.
bir xil maqomda bo'ladilar farzand bilan, ya'ni merosxo'rlar sifatida ular bir xil bo'ladi. Aynan notariuslarni o'ziga doir deydigan bo'lsak, mana bu 280 da notariuslarni tayinlash tartibi ham o'zgaryapti. Endilikda mana masalan hozir bir bosqichli O'zbekiston Adliya vazirligi huzuridagi oliy malaka komissiyasi orqali notariuslikka talabgorlar topshiradi. Ma'lum bir stajirovkani o'tagandan keyin topshirib, bu imtihondan o'tgandan keyin notarius bo'lishi mumkin. Endilikda hatto o'shani ikki bosqichli qilish tartibi belgilanyapti. Notarius bo'lish uchun talablar oshyapti. Demak, endi sen notarius bo'lmoqchimisan? Yo, seni endi malakang hozirgi darajadagidan balandroq bo'lishi kerak degan holatlar. Ya'ni masalan yuristlar malaka oshirish institutida o'qigan bo'lishi kerak 1 oylik. Keyin birinchi bosqichga qo'yiladi. Ya'ni birinchi bosqichda maxsus test nimalaridan o'tadi. O'sha davlat boshqaruv bo'yicha va korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha maxsus savollar, keyin notariat sohasi bo'yicha, o'sha meros sohasi bo'yicha savollarga javob beradi. Agar u etapdan o'tganidan keyin maxsus platformada notarial harakatni namunasini tuzib, u bo'yicha ham ma'lum ballar oladi va natijada umumlashtirilgan holda notarius bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi notariuslarning soni ham cheklash nazarda tutilyapti. Chunki yetarlicha darajada bo'ldi. Hozir to'yindi. Hozir respublika bo'yicha 1100 tadan ortiq notarius bo'lsa, shundan 300 tasi, ya'ni 4dan biri Toshkent shahrida joylashgan. 280 dan ortig'i, 300 ga yaqini. Yetadimi yuklamani ko'tarib? Yuklamani ko'tarilganligi sababli ham aynan bu xalqaro notariuslar ittifoqining ham talablaridan bittasi, ya'ni notariuslar soni cheklanishi kerak degandan kelib chiqqan holda bu narsa qilinyapti. Lekin shunda ham uzoq hududlardagi aholi nazardan chetda qoldirilmayapti va maxsus aynan shu qarorda olis hududlarda joylashgan va notariuslikka talab kam bo'ladigan joylarda notariuslikka lavozimlarini belgilash nazarda tutilyapti. Bu bo'yicha maxsus demak nizom ham qabul qilindi. Aynan qanaqa talablar qo'yiladi? Misol uchun 3 yil o'sha yerda ishlab bersa, keyin istalgan joyga xususiy amaliyot bo'yicha notarius bo'lib ketish imkoniyati yaratilyapti. Yoki o'sha bitta boshqa davlat notariuslariga qo'yilgani kabi bitta kotib yordamchi bo'lish shart degan talab ham ularga kerak emas. Deylik. Bahodir aka, bugungi podkastimiz tomoshabinlar uchun manfaatli, foydali bo'lsin. Notariusni oldiga kelgan oddiy fuqarolar nimalarga alohida e'tibor berish kerak? O'sha oldi sotsa shartnomasi bo'ladimi yoki boshqa muammoli vaziyatlar bo'ladimi? Nimalarni o'tkazib yuboryaptiki, oxiri nizolar bilan yakunlanyapti ishlar? Eng birinchi aytgan maslahat bergan bo'lardim, notariusga to'g'risini aytish kerak. Akamizda mana bunaqa. Mana masalan oddiy holat, mana endilikda bizda amaliyot shunaqa yo'lga qo'yildiki, hozir ko'chmas mulk oldi-sotdi yoki hadya farqi yo'q. Ko'chmas mulkni boshqa shaxsga o'tkazish bilan bog'liq bitimlar majburiy videoga olinyapti hozir. Ya'ni notarius to'liq shartnomani o'qib beradi. Puling to'liq oldingmi? Oralaringizda garov munosabatlari yo'qmi? Bu yana o'zaro oldi berdi yo'qmi? Oldi berdi bo'lib turib, yolg'ondan amalga oshirmayapsizlarmi? Doimiy ro'yxatda turuvchilar chiqib ketadimi degan masalalar barchasi endi videoga tushadi. Videoga olinadi, tizimda saqlanadi. Mana yuqoridagi gapimiz, masalan bizda qaysi keladi, ayoli qo'l qo'yadi, sotishga roziman, mashinani yo'q, uni keyinchalik sudda shunaqa deyiladi, lekin qanaqasiga u keladi, barmoq izini qo'yapti, qo'liga berilyapti. U yuzga yuz biladi. Bu yerda aytyapmiz endi hattoki o'qib berilyapti. U o'sha paytda masalan norozi bo'lsa, to'g'risini aytish kerak. Masalan notarius, shaxsan men xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius sifatida o'rindoshlik asosida ham rahbar hisoblanaman, ham notarial faoliyatni amalga oshirishi mumkin. Ayoli eri bilan keladigan bo'lsa, bir ayolini o'zi qoladi. Haqiqatan rozimisiz, bosim bo'lmayaptimi degan holatlar o'sha paytda borini aytib berish kerak. Bizda odatda aytmaydi. O'zbekchilik aytmaydi, qo'lini qo'yadi, bemalol to'liq yozadi, barmoq izini qo'yadi-da. Keyin oradan bir oydan keyin, men bilmagandim, men sotiladi deb o'ylamanman. Meni aldashdi. Sotilib ketdi, men shunaqa. O'shaning uchun men birinchi navbatda agar haqiqatdan ham sizni xohishingizga zid holat bo'layotgan bo'lsa, ayting, hech qaysi notarius o'tkazmaydi. Hech qaysi notarius, u notarius sizning xohishingizga zid
istalgan man masalan aytishim mumkinki, sizni hech kim majburlab qo'lingizdan ushlab, mana bunaqa barmog'ingizni qo'ydirmaydi. Bahodir yoz aka, deb qo'lingizdan ushlamaydi. mana bunaqa holat bo'lishi ham mumkinmi? Deylik, bir notarius rad etgan hujjatni boshqa bir notarius bemalol tasdiqlagan holatlar ham bo'ladi. Endi bizda notarial Og'riqli savol, notariat lekin- to'g'risida qonunda notarius mustaqildir degan norma bor. Lekin mana shu jarayonni ham kirgizib qo'ysa bo'ladimi? Chunki agar siz oldingizga kelgan bo'lsa, Yo'q, siz uni rad etib yuborgan bo'lsangiz, qanaqadir bazaviy Endi sabablar mana bormi? qarang, notariusni ham, mana shifokorni ham bizda endi umumiy holatda qonun bitta. Mhm. To'g'rimi? Masalan, qilish mumkin emas degan narsa bu hamma uchun. Lekin masalan orada bo'lishi mumkin qaysi holatda? Masalan, normani siz notarius sifatida boshqacha talqin qilishingiz mumkin. Men boshqacha talqin qilishim mumkin. O'shanaqa holatda ham hozir biz uslubiy qo'llanmalar qilamiz. Notarial palata tomonidan masalan ketma-ket har bir notarial harakat turi bo'yicha uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqariladi va notariuslarga beriladi bu. Ya'ni yo'q, mana bunaqa kelgan holatda san qaytardingmi? Sani qaytarganing to'g'ri, san qilib bermagin. Yuridik sohada huquqshunoslikda talqin qilish degan tushuncha bor-da. Mana shu holatda ikkalasi ikki xil talqin qilib qo'ysa, albatta ki uning natijasi sudlarga oshishi mumkin. Notariuslarning masalan ish sudda ko'rilayotgan holat haqida ham eshitib turasizlar va keyin o'ziga o'zi muammo yaratib oladi. Shuning uchun ham hozirgi kunda u birov qilib bermagan narsani boshqa notarius tomonidan qilib berish dolzarbligini yo'qotgan. Chunki notariuslarni o'zini halol o'sha hisobiga tushiradigan pullik summasi istalgan yuristlar bilan kamida teng bo'lsa tengki kam emas. Chunki eng o'sha yaxshi ta'minlangan holatlar. Endi albatta undan past yuradigan notariuslarimiz ham bor ancha. Chunki notarius hajmi ko'paygandan keyin talab kamroq bo'lgan notariuslarimiz ham bor. Lekin mana masalan gavjum joylarda, masalan avtotransport bilan bog'liq holatlar, u kechasi 12 gacha kerak bo'lsa 11 gacha notarial harakatlarni amalga oshirib, qonuniy yo'l bilan hisobiga pulni tushirayotgan notariuslarimiz bor. O'shandan kelib chiqib, bozorni o'zi aynan moliyaviy holat ham, demak, yo'nalishni belgilab beraveradi. Chunki notarius xohlasa, o'sha mehnat qonunchiligiga amal qila olsa, xodimlari bilan 24/7 formatida ishlashi mumkin. Bu ham bir xalqimizga qulaylik. Kimdir kechasi soat 3 da aeroportga ketish kerak. 12 da ishlaydigan notariuslarimiz bor, misol. Voy Bahodir aka, onlayn tasdiqlasa ham bo'ladi degan savolni gaplashdik suhbatimiz davomida. Deylik, misol uchun onlayn imzolamoqchi bo'lgan fuqarolarimiz chet elda ko'payib ketdi va tizimda notarius kamlik qilyapti. Shunaqa holat ham bo'lishi mumkinmi yoki Yo'q, unaqa holat bo'lmaydimi? Juda ham qiyin, sababi masalan siz Yo'q, turamizmi? Yo'q, siz oldingiz telefoningizdan demak yaratdingiz, tizimga kirdingiz, menga ishonchnoma kerak dedingiz. Bu yerdagi masalan ikkinchi tomon sotib oluvchi, mashinani sotib oluvchi tomon deylik Toshkent shahrida Yunusobodda turadi. Yunusobodda ham masalan lokatsiya bo'yicha deylik qaysidir Amir Temur mahallasida turadi deylik. Yuborganingizda tizim o'zi ishlayotgan, hozir amalda faoliyat yuritayotgan. Chunki bizning tizimda hozir qaysi notarius ishlayapti, qaysi dam olishda, qaysi deylik ta'tilda, qaysi 2 yillik nimaga kirgan, hammasi bo'yicha ma'lumot turadi. Ishlayotgan va sizni turish joyingizga eng yaqin notariusni prioritet sifatida birinchi bo'lib uni tanlab beradi. Va unda masalan deylik hozir murojaat bo'ldimi, undan keyingisini tanlab beradi. Ya'ni muntazam ravishda masalan men hozirgacha eshitganim yo'q. Sizda shunaqa huquq ham borki, yo'q. Men aynan Bahodir aka sizda qilmoqchiman desa, unda tanlab meni nimamni belgilaydi. Kutib turadi ham emas. Men o'shanda ham masalan deylik 15 30 da kirasiz deyman-da. Men bu yerda belgilab beraman. 15:30 da siz kirasiz deb. Unga SMS xabar boradi. Havola boradi. Mana shu havolani bossa men bilan bevosita aloqaga chiqadigan va 15:30 da kiring degan SMS xabar boradi. Shuning uchun bu bo'yicha hozircha hech qaysi notariusda men qo'rqmay aytishim mumkin. Aynan bu borada hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Navbatdagi savolim, aholining huquqiy savodxonligini qanday baholaysiz? Ancha o'sgan. Men chunki davlat notarius sifatida ham faoliyat yuritganman. Yakkasaroy yana eng gavjum hisoblangan Yakkasaroy bir ilgari Toshkent shahar davlat notarial idorasi joylashgan bo'lgan, o'sha biz joylashgan hududda
o'shanda faoliyat yuritganman va darhol seziladi hozir o'sha paytdagi davlat notariusi bo'lgan paytimdagi holat bilan aynan xususiy notarius bo'lganimda ham deylik 2020-yil holatidan hozir 26-yil holatida ham aynan bilinadi. Chunki bizda qanaqa hammasi shunaqa jadallik darajada ketyaptiki, hozir to'lovini ham deylik oldin siz qog'ozda yozib berdingiz, xodimimiz oldi, unga qo'ydi, pastda kassada o'tiradi, hech qanaqa deylik ilovalar yo'q, bordi, kassada yozdi, u berdi, u qog'ozni olib ketdi, kitob 15 dan ortiq kitobimiz bor edi. To'ldiriladigan 15 ta, hozir bitta dona ham yo'q. Demak yo'q. Yo'q, hammasi, demak kitoblar hammasi elektron ko'rinishga o'tkazildi. Ilgari masalan bir narsani tushuntirsangiz, hozirda xalqimiz ancha ichiga kira oladi muammoni. Ya'ni tushunadigan qatlam bundan deyarli 10 yil oldingidan qatlamdan ko'ra ancha hozir soni kengaygan. Og'zi kuyib shakllandimikan? Bo'lishi mumkin, lekin u notarial ishlarga har kuni ham ish tushmaydi-ku. Shunaqa. Bu o'ylaymanki umumiy holatdan kelib chiqib tabiiy jarayon. Chunki men bu faqat notarial sohada demoqchi emasman. Hozir istalgan bu nimadan? U ko'p narsalar ta'sir qiladi. Deylik, ijtimoiy tarmoqlar. Bizda masalan ijtimoiy tarmoqqa qilingan murojaat ham o'sha bevosita siz oldingizga kelib qilingan murojaatdagi ko'rib chiqamiz biz. Kaspetikamiz mavjud. Notarius tomonidan, notarius tanqid qilib yozilgan deylik maqolalar asosli bo'ladigan bo'lsa, ularga ta'sir notariuslarga nisbatan ta'sir choralari ko'riladi. Adliya boshqarmalari huzurida maxsus komissiyalar bor. Notarial palata hududiy boshqarmalari huzurida kasbetika komissiyalari bor. Notariuslarning faoliyatida yo'l qo'ygan o'sha kamchiliklari, ko'polliklari bo'lishi mumkin. Notarial harakatdagi hujjatlarda kamchiliklar bo'lishi mumkin. Agar haqiqatan notariusning aybi bilan bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir muddatga ularning masalan hozirgi kunda bu 15 kundan 6 oygacha litsenziyasi to'xtatib turiladi. Aynan yana bir bog'laydigan joyimizga yetib keldik. Ushbu 280-qaror bilan endilikda ogohlantirish va jarima ko'rinishidagi ta'sir choralari ham endi belgilanib o'tyapti. Bu yaxshi edi, chunki hozir biz shunaqa holatlarni ko'ramizki, notariusning aybi bor, lekin u aybi oddiy bir ogohlantirishga tortadigan darajada. Chunki men o'zim ham o'sha komissiyaning a'zosiman. Shuni ogohlantirish berishimiz kerak, lekin qonun yo'l qo'ymaydi. Chunki belgilangan normalarda yo'q. Qonunda jazo qat'iyroqmi? Qat'iyroq edi. Mana endilikda o'shani ogohlantirish yoki analog sifatida, muqobil variant sifatida jarimalarni qo'llashni ham, demak, nazarda tutadigan normalar kirib keladi. Bahodir aka, qay darajada qat'iy edi? Misol uchun, aytayapman-ku, qayta olmaslik kamida yo'q, u ham bor. U endi alohida pul bilan bog'liq. Korrupsion holatlarga yuz qo'ysa yoki notariat sirini fosh etadigan holatlar bilan bog'liq. Ya'ni o'zini tartibga soladigan 32-50 sonli bizning o'z maxsus buyruq bilan tasdiqlangan nizomimiz bor. O'sha orqali eng minimal darajasi 15 kundan 6 oygacha litsenziyasi to'xtatib turilishi va hattoki litsenziyasini tugatish bo'yicha sudga chiqarish. Biroq o'sha demokratlashish holati, ya'ni adolatliroq bo'lish holatida endilikda ogohlantirish, ya'ni yengilligiga qarab ogohlantirish yoki muayyan turdagi jarimalar qo'llanish. Aynan men bunaqa narsa qilib qo'ysam, ko'zingni ochib, ko'lgusi, yashang. Asosiy maqsad shu, notariusni uni mahrum qilib, bir uni chunki oilasi bor, har bitta notariusning boshqasi bor. Maqsad u emas. Maqsad sal hushyorroq bo'lib, notarial harakatda amalga oshirdi. U boshida aytib o'tdi-ku, kimnidir mulkiy manfaat yotadi. Shunga qat'iyroq, chuqurroq tahlil qilgan holda, demak, sog'lom muhitda ko'rib chiqishiga turtki bo'lish asosiy maqsad. Bahodir aka, bugun elektron imzo bilan bog'liq qaysidir ma'noda firibgarliklarni oldi olinyaptimi deylik. Misol uchun bo'lishi mumkin, ishxonalarda, tashkilotlarda elektron kalitni olamiz va u elektron kalitni berdiz-ga sizni nomingizdan hamma ishni amalga oshira oladi deganida bu. Lekin bizda tashkilotlarda bo'lishi mumkin, elektron kalitingizni berib turing, biz imzo qo'yib yuboraylik degan holatlar va ishonch topshirib qo'yadigan holatlarimiz ham borda. Mana shu vaqtda jarayonlarda nima qilishimiz kerak? Bizda faqat bu muammo bilan onlayn notarial harakat amalga oshirgan paytda duch kelishingiz mumkin. Unda ham elektron kalitga biz so'ramaymiz. Unda biz faqat identifikatsiyadan o'tishini talab qilamiz. Bu o'sha personallashtirish markazi tomonidan maxsus bir nechta bosqichda amalga oshiriladigan verifikatsiya tizimidan o'tadi. Ya'ni nima? Masalan, notariusga kirishingizdan oldin siz o'ylamang, kirib o'zidan o'zi bosdim, notarius to'g'ridan to'g'ri kirib ketdim degani emas.
sizga aytadi, identifikatsiyadan o'tish uchun ko'zingizni, boshqa parametrlaringizni o'sha baza orqali tekshiradi, pasport sizni barmoq qo'ygansiz va hokazo, siz haqingizda ma'lumot bor. Tekshiradi. Endi o'ngga qarang deydi, chapga qarang, tepaga qarang, yaqinroq keling kameraga. Ya'ni sizni haqiqatdan siz ekanligingiz, chunki hozir sun'iy intellektda ko'rib turibmiz. U istalgan odamni istalgan odamga aylantira oladi hozir. O'shalarni oldini olish uchun yuqori, o'ta yuqori himoyalangan maxsus himoya bosqichidan o'tasiz. Keyin o'shanda bo'ldi, aynan sizsiz desangiz tizimga kiradi. Keyin notarius bilan aloqaga chiqqaningizdan keyin notarius o'zini tanishtirib, siz haqingizda ma'lumotlarni videoga aytganidan so'ng yana 3-punktda, bizda ketma-ket punktlar bor. 3-punkt bevosita o'zi ham yana bir bor Face IDdan o'tkazadi sizni. 2 bosqichli, demak, verifikatsiyadan o'tasiz. Bugun ko'rsatuvdagi oxirgi savolni beraman. Mana Bahodir aka, sun'iy intellekt ko'p sohalarga kirib kelyapti-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hamma sohani egallab olyapti. Deylik, sun'iy intellekt notarius sohasini ham egallab olishi mumkinmi? Chunki u tekshirishi mumkin va o'sha namunalarni ham yozib beradigan darajaga kelib qolyapti. Nima deb o'ylaysiz? Menimcha, meni shaxsiy fikrim, menimcha baribir notariusni o'rni hech qachon yo'qolmaydi. Chunki bu asrlar o'sha davom etib kelayotgan kasblardan bittasi hisoblanadi. Chunki notariuslik faoliyatida his-hayajon bor, intuitsiya deymiz-ku. Meni fikrimcha, intuitsiya bor sohani sun'iy intellekt egallay olmaydi. Rahmat. Bugun ko'tarilgan mavzu sizga ozgina bo'lsa-da manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizdan baxtiyorroq odam yo'q. Kelgusi ko'rsatuvlarda uchrashguncha, xayr, omon bo'ling. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.